farmatsevtika sohasini rivojlantirishda oldimizda turgan ustuvor vazifalarni aniq yo'nalishlar bo'yicha ko'rib chiqamiz. Nima uchun bu masalani kun tartibiga kiritdik? Sababi ushbu soha inson salomatligi, hayot sifati, kerak bo'lsa iqtisodiy xavfsizlik bilan bab-baravar bog'liq. Yaratilgan sharoitlar hisobiga o'tgan 9 yilda sohaga 1.8 milliard dollar investitsiya kiritilib, 140 ta yangi quvvat ishga tushirildi. Korxonalar soni 300 tadan oshdi. Shundan 300 tadan 58 tasi dori ishlab chiqaruvchilar. Ishlab chiqarish hajmi 3,5 karra o'sib 7 trillion 300 milliard so'mdan ortdi. Mahalliy dori vositalari 2 karra ko'payib 2,6 mingdan 6,3 mingtaga yetdi. O'zimizda ishlab chiqarayotgan farmatsevtika mahsulotlari 55 ta davlatga kirib bordi. Farmatsevtika sohasida ish o'rinlari 40 mingtadan oshdi. Umuman O'zbekistonda dori vositalari va tibbiy buyumlar bozori 2,5 milliard dollarga yaqinlashdi. Aholimiz soni 2030-yilga borib 40 milliondan ortishi kutilyapti. Ularni daromadi ko'paygani sari sog'lig'iga e'tibor ham kuchayapti. Buni hisobiga farmatsevtika bozori yanada kengayadi. Tibbiyotdagi keng ko'lamli islohotlarimiz, birlamchi bug'unda profilaktikani kuchaytirilishi, kasalliklarni davolash bilan birga uni oldini olishga qaratilgan preparatlarni ko'paytirishni taqozo etmoqda. Shu bois Azizov hokimlar oldida Qudratov, Hajjayev bilan bu yil sohaga kamida 1 milliard dollar investitsiya olib kirish reja qo'yapmiz. Haydarov, Baxtiyor bilan birga ichki iste'moldagi mahalliy dorilar ulushini 2030-yilgacha 70% ga yetkazish, shuningdek kelgusi 5 yilda eksportni 1 milliard dollarga olib chiqish vazifasi turibdi.